Davom etamiz. Viloyatimizning eng kuchli ushuvchilari esa Andijon shahrida to'planishdi. 200 nafardan ziyod yosh sportchilar chempionlik uchun bahs olib borishgan. Ushuv federatsiyasi belgilangan kalendar rejasidan tashqariga chiqmaydi. Viloyat chempionati ham o'z vaqtida tashkil etildi. Sababi ushbu musobaqa g'olib va sovrindorlari shu oyning 2-yarmida Toshkent shahrida tashkil etiladigan mamlakat chempionatida ishtirok etishi kerak. Ochilish marosimida so'z olganlar kuchli ushuvchi bo'lish uchun har bir sportchi 3 ta jihatni o'zlashtirishi lozimligini ta'kidlashdi. Bular jismoniy tayyorgarlik, qurol bilan ishlash va texnik usullar. Rasmiy tadbirdan so'ng sportchi yoshlar tomonidan xoreografik ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi. Shu bo'yicha Andijon viloyati chempionati bo'lib o'tyapti. Bu chempionatimizda Asaka tumani, Qo'rg'ontepa tumani, Andijon shahridan 200 nafardan sportchilar qatnashyapti. Musobaqamiz tanlov va sanda yo'nalishi bo'yicha bo'lib o'tyapti. Bu musobaqamizni o'tkazishdan maqsadimiz yaqinda bo'lib o'tadigan O'zbekiston chempionatiga sportchilarni saralab olish. 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni olgan sportchilar Andijon shahrimizni himoya qilishadi. Va endi bundan keyingi musobaqalarimiz yoshlar o'rtasida Osiyo chempionati bo'lib o'tadi, kattalar o'rtasida Jahon chempionati bo'lib o'tadi. Shundan so'ng to'liq kontaktli bahslarga start berilib, ko'plab shahar va tumanlardan tashrif buyurgan yakkakurashchilar g'oliblik uchun gilamga tushdilar. 200 nafardan ziyod sportchilar yakkama-yakka bellashuv va kompleks mashqlarni bajarish bo'yicha o'z mahoratini ko'rsatishdi. Har bir shahar yoki tumanning o'z yetakchilari bor. Shuning uchun ham bahslar yuqori raqobat ostida kechdi.